Salom xat. Taranov hikoyalari. Said Ahmad Nailik pochtaxonaning uzun yillik pochtalyoni. U mashranglik 28 tiplik pochta velosipedida Mushinoyning yezi qishloqlarining hammasiga degidek berib baqqan. U bugunmi yana kundalik odati bo'yicha tarqitishga tegishli gazetlarni velosipedning keyindagi ikki xurjinga qachilitdi. Her ayda bir yo'qlab o'tadigan sahroga qarab yo'l oldi. Atiyas aylari. Jahon yeşil rangdan tus ilishga boshlagan mezgil. Bu chaqda sahro yo'llarida mangsangiz, eg'ildan chiqagan o'g'itni itizga to'shayotgan erlarni, etis qirlardan amdi bosh ko'targan bedlarni baslashib terayotgan ayollarni, kang maydonda o'zlari shilim etib talda yasavagan laylaklarni uchirayotgan bolalarni, qar yog'ochning po'raklari shexidan serib elib, o'zir bilan yeyotgan o'moqlarni uchirtib turasiz. Said Ahmad bahorda jallangan sahro manzarasidan huzur og'ash, velosipedning pedalini yengil tepib, manzil qilgan bo'yshiroq kichkina sahroga tushga ulgurib kelganini to'ymay qoldi. Said Ahmad bu mahallaga amroq. Chunki bu mahallaning kishilari shundoqmi xushchaqchaq, ochiq yo'ruq, ko'ngli ba'ayna daryo. Said Ahmad kan ishxonasiga tegishli gazet jurnallarni topshirish uchun avval mushu mahal do'qmushidan o'tdi. Do'qmushdagi erlar Said Ahmadning qarisini ko'rgan amallar uni to'xtatib, alaydan ahvol so'raydi. "Bahu, va Said Ahfuka, qara. O qarani pat-pat ko'zib tursang ha manda. Haftada bir bo'lsa ko'raylik seni. Va seg'inib ketadiganmiz. Va mosh bir kep ketsang, gazet jurnallaringdan obdan xabarlarni xeyli ko'p bilib turadiganmiz manda. Ko'nglimizmi ravrus ko'tarilib qoldi ekan degina. Ha, shu emasmi Said aqadash. Qaytashingni bizning uyga bir do'qirib o'tgin ha. Uydagilar ko'rikmakanga bosirman desim unimay, maxsus sangli atap yerlik tuxumdan 15 ni g'amlab qo'ydim. Ammo poshkal etib yesang, og'zingda eriydi juma. Baza ximir turchidan chiqib ketgan bo'lsang aka, tunigin uyning ximir turchida yaqqan nalabajimi? Xurjining qaziriq silog'la? Bu chaqda Said Ahmad hammaylanga rahmatini etdi. Andın gazet jurnalini kent ishxonasiga topshirib berdi. Uning keyindili agishib kirgan xabar xumarlar gazetdan nachpachin tanlab, do'qmishda objoy o'qish uchun ochiqib ketishdi. Qiziq. Bu mahallaning ishlari ajoyibkan. Do'qmishdagi Tursun Sozoq ismlik. Odatda xili man degan diktor ilonchilarni yaratmaydigan. Asti üstü ingakning oxirdagi tishlarining hech qanday tayini qilmagan. Oldidagi nachtal tishiga tayinibla mahalla do'qmishining ixtiyoriy diktorligini ustidan g'ulatmay kelayotgan kishi gazetni qo'liga oldi-da, rasmiyat yuzasidan birini qeqilib o'tilib, xabar mavzusidan tortib, yuqori ohangda o'qishga boshladi. Tursun kamning tishining tayini bo'lmag'ach, so'ziq tovushlarni o'qiganda qo'zlari ichiga tortishib, og'zi yumuloq holatga keladi-da, so'zlar to'limi urg'uliq aytiladi. Shonashqa so'ziq degan laqabni mush atrofdagi paranxumarlar taqdim qilgan edi. Tursun So'ziq partiyaning dehqon chorvachilar uchun patiqinda amallashtiradigan yaxshi siyosatlarni ko'tarangu ohangda o'qib edi. Atrofdagilar "Pa, va mana u xabar degan" deb quloqlarini tim qilishdi. "Vah, pahu, Tursun So'ziq. Mushta qaymoqdek xabarlarni izlab tepib, so'zibroq bir o'qig'ina. Uzunroq anglaylik bizmi?" To'rt do'qmush mahalla Said Ahmad akagan shu gazetlar orqali parang temisdan necha kun o'ksib qolmaydi. Buningdan Said Ahmadmi xushal. Dehqon chorvachilarga partiyaning eng yangi, eng afzal siyosatlarini vaqti-vaqtida yetkazish uningdek pochtalyon uchun muqaddas vazifa albatta. Voy. Said Ahmad ukam, harmay keldingizmi? Kent boshlig'i Said Ahmadni burunqidekla qizg'in qarshi oldi. Bugün kap qoladi deb yo'lingizga qarab edim. Yanala noumid qo'ymadingiz ha? Qani o'tiring. Bugün bir oyim bo'lib qoldi. Salom xatni yetkazdigan vaqtmi to'shdi. Mamay bu vaqtcha yo'lingizga qarab turammikin? Oyingizni yengil qilib saqam. Dikkida shu yoqqa o'tib kelamsiz.
Mənmo şununğa aldırıb duruyotaman. Salam xatmi tayyorla. Tushda mo'mayning uyida choyga o'ltirib qilishi mumkin. Shunglashqa meni saqlamang aka. Saidahmad velosipedning dangirdan tepib qo'zg'alishga tayyorlandi. Angacha peshqadam kent boshlig'i yanchug'idan 150 so'm pulni chiqarib Saidahmadga tangladi. Saidahmad uka. Mana ma'o kadrlarning ko'ngli. Burunqiga o'xshash aplab-saplabli tutqizib qo'ying. Ha? Saidahmad pulni qo'yin yanchug'iga soldi-da, velosipedning pedalini tepib, mahalla chetidagi ko'chaga qarab yurib ketdi. Voy, keldingmi balam? Seni bugun keladi deb kun sanayotganimga bir oycha bo'lib qoldi. Bugun yo'lingga bir kun qarab turdim. Anim bo'lsa, meni yana unutib qolmay yo'qlab kelsan balam. Qani o'yliq kir. Vay cho'ng apa, bu mahallada muhim ishimdan ikkisini bording ha. Biri gazet jurnalni mahalladagilarga vaqtida yetkazish. Yana birisi sizni cho'qqim yo'qlab, siz saqlab taq bo'lgan salom xatni o'z qo'lim bilan yetkazish. Momay Saidahmadning kichikgina choyxonasiga boshladi. Dasturxonga hayol o'tmayla atgan choy sambos keltirildi. Rahmat balam. Bugun mahallada to'y o'pdi ekan. To'y egisi birlegan polo bilan muni 2 petr to'qashni unimay qo'ltiq ultib qo'ydi. Saqlaproq yaydab poloni qiymi qilib sambos silvatdim. Sambosig ko'nglim tatmaschu, bo'ji go'sh ba. Shuningda gajgush qilib sayqoray balam mana. Yo'q. Cho'ng apa. Bo'ldi qilana, og'rimang. Siz bilan ahvollashganimga men bak xushal. Ma sambosimi bak o'xshabdi. Bo'lsa, yo'l deydiganga 3 tal silib olsam bo'ldi. Momay Saidahmadning qaymoqdek shirin so'zlaridan eridi. Yosh 70 dan oshganda kichikkina bug'doy so'zlarmi odamni kichik bolada xush qila oladi. Saidahmad Momayning salom xatga oldirib turayotganligini bilib turg'ash, choyni ikkili sumirib, sambosdan ikkini yavitib, apqurchinning og'zini qo'li bilan yopdi. Oy balam, qo'saqni tuzuk astalimayla chiniqqachini yig'ishtirding-ku. Apa. Jinim cho'ng apa rahmat. Basti ma yo'g'an bo'lgan bilan oshqoznim tayinliqla dana mening. Shundoq yaxshi ichib oldim. Bak o'xshabdim aytgan choy. Manda qisaq. Amsa ustalni bir yig'ishtirib assangiz. Sizning taqozo qilayotgan salom xatni o'qishni boshlab ketsam. Momay o'ziga yarashmagan chaqqonlik bilan to'ng'aqishib yurib, ustalni yig'ishtirdi-da, hosirashlarini zo'rlab bisib, Saidahmadning uduliq kelib o'ltirdi. Nurtiyimning o'z qo'l yozgan shu xitini bir o'qig'ina balam. Nimalan debdi o qar ko'zim. Saidahmad oq konvert ichidan ratliq qatlangan 2 varaq ish qog'ozni oldi-da, avaylab ochdi. Momay xuddi Nurtay shu konvert ichidan sakrabli chiqadigandek ko'zni uzmasdan qarab turardi. Ma'qul cho'ng apa. Salom xat. Saidahmad ish qog'ozni ichib, qurmuqur o'qishga boshladi. Hurmatlik Japokash apa. Tening toza turib-atamsan. Ağır xislaqlardan xoli ketib boramsan. Men menga yozgan xatingni topshirib elib, darhol javob yozdim apa. Jinim apa. Mening ahvolimni so'rasang, men xuddi sen ko'rgan peti yaxshi turibman apa. Shu vaqtimiqim joyida ketib boradi. Ish o'qitimmi xeyli loyiqida. Sen xatingda yaqindan buyon balputuning og'riydigan bo'lib qolganligini, jiroq yaqinga burunqidek dikkida chapamayotganligini hesibsan. Shu topda yonimda turib, balputumni tutib beramayotganligimdan, doktorga hapashlab aparmayotganligimdan to'limi xijil bo'lyapman. Apa, rost gap qilsam, seni bahla seg'indim. Yoz kunlari güller höppüde içilip durduğun oylumuzni. Sen tınmay aqatadigan,
sen kılaydigan, gel berdigan uyimiz. Düşlerimden bir günmü neri bulmaydı apa. Aras, tuqqandan çare heliqi qo'lim qo'shnilarimiz hozirmi amonmi apa? Yo'qni ba, jiraqni yaqin qilalaydigan shu mehribon kishilar bo'lg'ashqa, sendan xeyli xotirjam yuribman. O'tganki xetingda kan komitetidagi kadrlarning seni doim yo'qlab turayotganligini, qishda ko'mirdan, yozda un guruch, pul pichakdan uzmay kelayotganligini hayajon bilan so'zlab o'tibsan. Buni anglab, men bekli xushib ketdim apa. Men yurtqa qaytishimda ularga cho'qim cho'ng rahmatimni aytib, sening nomingda lavha taqdim qilaman. Apa, mahalla yana shu peti go'zal turyotamdi. Men qo'y boqqach cho'mlaydigan o'stan. Suyimlik mahallamni burunqudek sug'urib ketib boramdi. Sen pastda turib, chaqqan tush balam, ansirayman deb tushga zo'rlaydigan. Mevasi tatliq, qiyri ujmi daraxining mevasi yanada alvakmi apa? Bulbulla, o'ylimizdagi gullarning orasida burunqudek uv selayotamdi. Sen yanını şu bulbuldun səhər turub, o'yildagi o't yaş, güllürün üçün paypitek boluvatamsan apa. Baharda qaytib kelib, öydeki toruzqa uv saldıgan qarlıqaşla, bu yil yana qaytib kelgandi ha? Anim bolsa, akşamları şula sana muğdaş olup, zerikişlik akşamlarını bilindirmek ketip bağandı. Apa, sen yaqqan nonni tolumu seğindim. Men tonurunu qızıdip, sen nonni raslap, tonurga baş tıkıp, qızargan nallarını qumurup ağan çığında, yüzlerin otның teptide almıdak qızırıp ketetti. Lekin otun köygen tonurda sen köymeydin apa. Yaşlıqında öppüdü qızırdıgan mağzın, qeyriganda ot teptidin qızırdıgan boldu. Apa, meni beqib cho'nqigucha, ana shu japala, tinimsiz midrashla, to'sintaydagi yillar, ayollik talapitingni vaqtsiz ap ketdi. Rastla japa tatding apa. Ammo shu japalaringning ko'z ishi ko'yniki uning burjigida ketib qoldi. Sen bana en muhtaç çağlarında men pul tapaman, kolunu soğuk soğuğa, beşiğini kızık tonurga tıkkızmayman dep baş elip soda qilish üçün başka yurtga ketip kaldım. Mana 2 yıldan eşipdi. Sen bilen didarlaşmagılımı uzun boldu apa. Meni taşlap ketken peti bir qitimmi kep qo'ymadi dep ko'nglingning bir yerlerden ranjidigansan apa ha? Ranjigining to'g'ri apa. Aldinga quruq qul berishqa, mahalladagilarning oldida 2 qo'limni yanchiqimga sap yurishga yuzim faqatli chidamaydi apa. Lekin men pat arda boraman. Shu chaqda men yiningda yetib, sening hikoyangni, mening kechirmishlarimni toki yulduzlar uflug'icha muңlashimiz. Aras apa, az bo'lsa-mu sana 150 so'm avatdim. Xashlab turg'in. Kamkutangu bo'lsa asketib qala. Andin mendan yana tonish bilishlarga salom etdi. Görüşkichi cho'qim aman bol, jinim apa. Seni kecha-yu kunduz seg'inib. O'g'lim Nurtaydin. Saidahmad xatni o'qib bo'lib, yanchug'idan 150 so'mni chiqadi-da, varaqchi bilan qo'shibla Momayga sundi. Momay varaqchi bilan pulni 2 qo'llab oldi-da, uzundan uzun yetladi. Nurtibning qo'li tekkan qog'oz bu. Momay ko'z yoshlarini yengi bilan surtdi. Momayning o'g'li bilan ko'rishmaginiga saq 2 yildan oshdi. Nurtay savdo qilaman, pul tepib rahatning o'chig'ini pullayman deb chiqib ketgandan buyon
Momay balası bilan ayda bir mushu xat orqali yerim didarlashib kelayotgan bo'g'ashqa ayning oxiri bo'la bo'lmayla Saydahmatning yo'liga kunda qarash odatiga aylanib qolgan edi. Cho'ng apa, xatni o'qib Nurtayning ahvolidan xabardor bo'ldik. Mana, pat yaqinda borman debdi-ku. Uningga deydigan gaplaringizga bordi? İşçingizdikini davering apa. Nurtay o'qisimi, siz yenida bordek his qiladi. Saydahmat somkisidan yangi ish qog'ozidan ikkini oldi-da, qalamiga siyoh ishkizib, yezishga tayyorlandi. Oyjon, jinim balam. Bu deydigan gapni 2 yilning yoqi deyaptimi? Yana nimami demamdi? Cho'ng apa, gap konusimi? Nurtay salomatligingizni bilsil kifoya emasmi? Uningga shu kerak. Momay o'zini sal tanishayotgandan keyin eg'iz ochdi. Nurtay balam, o'zingni yaxshi turayotgansan. Bugun Saydahmat akang xatingni qo'limga tekkizib o'qib bergandi. Aman esanligingni bilib, beshimdan bir taq tushib ketdi balam. Men shunchalik xush bo'ldim. Andın el-mahalla, qo'lim qo'shnilarning ahvolini so'rabsan. Hammasi yaxshi turibdi jinim balam. Ularmi doim sening ahvolingni so'rab turdi. Ular seni baldura qaytib kelgan deydi. Ularmi seni seg'inibdi jinim balam. Nemali degan bilan shularning oldida cho'ngilding emasmi? O'z bolasidek ko'radi seni. Meni so'rasang, balam. Sen bilan xo'shlashganda qandoq o'ngda ko'rgan bo'lsam, hozirmi shundoq turibdiman. Lekin mushu putum to'y to'kunlarga burunqidek chapolmayotdi. Qeyrig'anda odam putdan qeyriydi ekanmiz. Bu yoshda putdan ranjigilmaydi-da. Lekin qolgan yerlar chatoq yo'q. Mixti turibman balam. O'ylimizga ko'ktot terib, yozicha o'zimning hojatidan o'zim chiqyapman. Yozchilik, mo'lchilik deb o'yildan olgan gidikkina usuldan yozish tatgan jafolarim bilinmay qoladi. Sen ketganda qish kunlari qandoqmi qilaman deb to'limi ansirgandim. Uy og'uchi qo'shni ol deb cho'nglar qo'ymi to'g'ri deb tikiyajinim balam. Kültük qar yaqqan kunlari qo'lim qo'shnilarning bolalari kirib, o'yli o'gizlarni tozalab beryotdi. Kuzda yomg'ir o'tib ketmasin deb qaysi kuni eliq udul qo'shimiz Tilahmat akang var. Shu akang o'g'li bilan kirib 2 kun lay etib, o'gizga laysib berib chiqib ketdi. Voy, anda qilmanglar jinim bolalarim. Voy, ma pul yurayman sizlarga desam, ochiq keldi qara. Qo'lim qo'shindochilikda unchalik yordami bo'lmamdi deb xapulg'am pet chiqib ketdi. Bayramlarda kentning kadrlarimi qarab turmayotdi. Un gurish damsan, may damsa, unutib qolmay yo'qlab turibdi. Texi mushu qishtila bir ot arvida liqqida ko'mirni tushirib berdi. Mendek bir yolg'iz mamayga o'shiq muyumlari bo'lmagandikin shulam yetib ishib qoldi-ki balam. Necha qitim pul tanlagan edim, zinhar unimidi. Voy elinglar, Nurtiyim har oyda avatyotdi. Shu yetidi bo'ldi. Boshqalarga beringlar deb chiroyli yo'lga sap qo'ydim jinim balam. Kelgan cheg'ingda kent ishxonasiga alohaydan berib kirib chiqadigan yo'limiz bor juma balam. Rahmatimizni bildirib qo'yayli. Biz rahmat aytadigan odam bak ko'p. Mana Mao Saydahmat akangni aytaylik. Sen chiroyini ko'rib baxmagan bilan 2 yilning yoqi xitingni menga to'shib o'qib, ko'nglimni alvaq qilib keldi. Mushu akangga atab beqiyotgan bir yetim qo'zi bor edi. Qaytib kelgan chig'ingda shuni cho'qim so'yimiz. Saydahmat qalamni yo'rg'iltishdan to'xtatdi-da, momayga qarab dedi. Cho'ng apa, bu hech qancha ish emas.
o'rnimda boshqalar bo'lgan bo'lsa-mu, mendekli qiladi shu. Shunlashqa cho'ng apa, buni Qur'onni yozmaylicha bo'ldi, ha? Balam, yoz degandikin yozg'ini. Nurtay bilib qolsin, xush olsin. Meningdan ansirab uyqusi kelmay, judab qolmasin o qora ko'zim. Saidahmad qalamga siyahni qayta ishkizdi-da, yangi qurdan boshlab yesishga boshladi. Ey, jinim Nurtay balam. Mushu gaplarni sana davatqili 2 yil bo'lay debdi. Bugun yana deyman balam. Apam to'la gap qildigan bo'lib qopti, demajimi? Odam yosh cho'yganda mushunda qilib qoldi ekan. Mayli pul topqin, jinim balam. Yoki quruq inib kelgin. Hammani sen mening balam. Seni mana men beqib cho'ng qilgan, men tuqqan. Xushluqingga tang kulgan, jig'onga tang mishildigan. Haq nima deb qala, deb qamma. Manga salla olsan, oltin tavoq basimi ko'zimga ko'rinmaydi. Shunlashqa yenib kel jinim balam. Uyda er kishining hidi olmasa faqat bo'lmaydi-ki. Dadangdan kichikli yetim qolgandim. Dadangmi yo'q, senmi yo'q bu uyning. Qishda turxundan so'g kirdi-ki balam. Tomuzdimi 4 tam zayt atidi-ki. Bir gap deb beray. Men opqur chindili atgancha etayotganimga 2 yil bo'ldi. Sen kelsam, yo'g'on yeshil ko'ramda bir etib baqay. Lay o'choq mangandili o't amison. O'tunda charaslab ko'yib baqsin balam. Sen ketgan kundan tatib, barmoqlarim kun sanash bilan avara. Sen yozgan xatlarning hammasini chiroyli qatlab, yostiq ostiga bostirib etyapman. Ishonsang, ha? Avatgan pullaringni neri qilmay yig'ib qo'yapman balam. Nemili degan bilan ularga sening qo'ling tekkan emasmi? Sening yeding ba. Mahallada bedi ko'klarni o'lib bo'ldi jinim balam. Amalini qilib bug'doy pishiqida inib kelasa. Momay sözünü tugatdi. Yosh simsim yomg'ir bo'lib, uning 70 yillik eriqlarini bo'ylab yiqayotgan edi. Saidahmad qalamni ustalning ustiga qo'ydi-da, xatni Momayga birma-bir o'qib berib, Momay bo'pti degandan keyin qatlab, yangi konvertga soldi. Ma'qul, cho'ng apa. Amsa men mangay. Mush minishimda nayiga kashda arala baralaydiganman. Unda bo'lsa, xatni atadigan silotay. Bo'lamdi? Voy jinim bolam, avor olib, voy kashlab ket desam yo'ldan qolsa, ha? Qo'nib ket desam, xat kechikib ketmasin bolam. Ma'qul jinim bolam, ma'qul. Rahmat jumbo sana. Seni kep qolsa deb yig'ib qo'ygan 20-30 tal yerlik tuxumim batdi. Ammasang yaratmadi deb mening ko'nglim keladi jumbo. Ko'nglimni ayab bo'lsin sap qo'ygan ha? Momay Saidahmadning unumig'ini qo'ymay, tuxumlarni uning xurjiniga sep qo'ydi. Yo'lda hamra bo'ladi deb sambosdan 5-6 talni qo'shib qo'yishni unutmadi. Saidahmad Momayning umid orzularini ilib, darvozasidan yo'lga chiqdi. Amsa cho'ng apa, buda qayda ko'rishayli ha? Momayning xeti uchun bo'lsa-mu og'rib qolmay, tik turingmi? O'g'lingiz qaytib kelsa, quchoqlaydiganga bo'lsa-mu qaddingiz bukilib qolmasin, ha? Momay kuldi. Saidahmadning gapi Momayning kutish bilan inayotgan chirqiga oz to'lib bo'lsa-mu pilik bo'lalaydi. Saidahmad velosipedning pedalini tepdi-da, buyuk bir vazifani tamomlagandek ulug' kichikni bitib Momay bilan xo'shlashdi. Saidahmad velosipedni haydab kent hovlisiga qaytib kirib keldi. Uning kelishini saqlab turgan peshqadam kent boshlig'i ishxonaga boshladi. Geldingizmi ukam? Qani o'tiring. Qanday bo'ldi ukam? Momayning oldida chinib qolmagandi-a?
Yo'q aka. O'g'lim bilan pat yaqinda didorlashadigan bo'ldim deb burunqidek xushib ketdi. Momayni xatni mang bering. Desam demasam, yanıla burunqiga o'xshash yozdi-ku deyman. Kent boshlig'i ko'k shapkasini ustal ustiga qo'ydi-da, Saidahmad sungan konvertdan qatlangan varaqni elib, ko'z yugurtib chiqdi. Bu o'yinni qachongacha o'ynaymiz ukam? Yilimi 1 yil oldi. Sizmi ko'p chapatatdingiz. Shu bechora momayning ko'ngli bir kun bo'lsa-mu xush olsun, to'xtusin deb mush amalni qilib ketib bormizda. Saidahmadning xiyoliga 1 yil burungi tonish manzili qaytib keldi. Bahar oylarining bir kuni kent boshlig'i 40 kilometr yo'lni velosipedda besib, Saidahmadning idorasiga keldi. Nurtaydan bir xabar bormi ukam? Yo'q aka. Men idora xatcha kasila, avval shuning ismini izlayman. Bu ayni qo'shqanda 2 oy bo'ldi. Uningdan hech xabar yo'q. Her ayda xat yozayotgan Nurtaydan bir oy xat kelmagan edi. Momay ansirab, o'yildilish qilib qopti. Anim bo'lsa, qo'lim qo'shna vaqtida bayqab, go'ngish doktorxonasiga olib boribdi-da. Bunda ketiversa, bechora momay tugishibli ketidi. Men boshqa yurtda tijoratda o'qishda turayotgan tonish bilishlarga Nurtayning izdiriki bo'lsa, darhol menga xabar qilaytinglar deb xat yozsam, mana hozirgacha jim. Şonlaşqa afkam. Biz Nurtayning namida momayga xat yozayli. Mazmuni burunqi xatladek bo'laversin. Dabiqna, buningdan boshqa yana qandoq amal bor? Mashunda qilmasa qilmaydi. Cho'qim shunda qilayli, Saidahmad. Lekin siz japat atib qoldigan bo'ldingiz-da. Nurtayning izdiriki bo'lib o'zi qaytib kelguncha mushu yolg'onchilikni cho'qim davomlashtirishimiz kerak. Men o'zim berib, kent kadrlariday oz to'la yig'ish qilib, Nurtay avatgan deb xatning orasiga qistirib qo'yayli. Bu sir bir nechimizda qolsin. Ha? Sizningcha bo'ladimi uka? Saidahmad peshqadam kent boshlig'ining o'tinishini darhol qabul qildi. Balam deb yashagan ana mushu nachpoch xat bilan umid chirig'ini o'chirmay tursa, Saidahmadning tatgan kichkina jafosi nimaga hisob bo'lmoqchidi? Ana shu bir ko'ngilning xushluqi uchun Saidahmad 2 yilning yoqi 40 necha kilometr yo'lni tomuz issiqda velosipedda jang so'qoqlarda otliq besib kelyotdi. Momay har qitim uni ko'cha beshida ko'rgan amalla xushalliqidan og'zi yumilmayli qoladi. Chunki Saidahmad uning o'jayin deb qolgan chirig'ini yondirishga o't ilib keladi. Saidahmad uka, amsa bu xatni burunqidek menda qolsin. Momayning qattiq quruqlariga mana biz bor. Men Nurtayning xabarini davomli o'qishib turay. Pokkida xat gap qolsa, cho'qim eng boshda menga xabar qilib bitasiz. Saidahmad kent boshlig'ining so'zidan xiyol dunyosiga qaytib keldi. U kent boshlig'ining tomoq tutib olishini siliq rad qilib, necha yillik hamrohi bo'lmish velosipedini asta haydab kent hovlisidan chiqdi. Mahalla to'qnashidagi kishilarmi bahorning chiroyli obdovida mo'risiga katmanini otib, etizliqqa yurib ketgan edi. Mehrlik sahro yo'lida taksiz xiyollarga cho'kib ketayotgan Saidahmadning ko'zi osmonda g'aqildashib uchib ketayotgan qoqirlarga tushdi. Qoqirlar qaytib keldi. Nurtay, sen neladimi yuriydigansan? Baldurak qaytib kelib, apangning bag'riga
o'zingni bir assangchu. Saidahmadning xiyol osmonida qaqirlar tuyuqsiz Nurtayga o'zgardi. Nurtay "Aba" deb unligach, qanotlarini yeyib, sahrodagi yolg'iz turxundan suvs is ko'tarilayotgan tonish hovlisiga asta pasladi. Ayol o'tmay, ko'ni turxundan qo'yiq is ko'tarildi. Sulde kümül güllerim Toldu dertke şürküm Taldı karab küzlerim Sen kayakta dildiririm Sen kayakta dildiririm Taldı karab küzlerim Sen kayakta dildiririm Sen kayakta dildiririm Küttüm tula kelmedi Dilga aram vermedi Ya vapasiz yarmedin Sen kayakta dildiririm Sen kayakta dildiririm Ya vapasiz yarmedin Sen kayakta dildiririm Sen kayakta dildiririm Kayakta dildiririm Sen kayakta dildiririm Kiçiksem utanmaymen Sen kayakta dildiririm Sen kayakta